Bugun mamlakatimizda yashil energetika shiddat bilan rivojlanayotgan tarmoqlarda. Ayni yo'nalishda amalga oshirilayotgan yirik loyihalar yuz minglab xonadonlarni to'liq elektr bilan ta'minlash imkonini beryapti. Buxoro viloyatida ishga tushgan ana shunday loyihalardan biri haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Ma'lumot uchun, Buxoroning ikkita hududi Jongeldi va Bash massivlarida o'tgan yili muqobil energiya bo'yicha mega loyihalar amalga oshirilgan edi. Ushbu stansiyalar 2025-yildan boshlab to'la quvvat bilan ishlashni boshlagan bo'lsa, hozirda oyiga har biri 130 ming kilovatt-soat muqobil energiya yetkazib bermoqda. Bu oddiy qilib aytganda 330 ming kilovatt-soatga yaqin elektr ta'minotiga ehtiyoji mavjud viloyatning 80% ga teng qismini qoplash imkonini bermoqda. Cho'li biyobonda shunaqa bir chiroyli inshoot qurildiki, hech tasavvur qilib bo'lmaydi. Chet el investitsiyaning kirib kelishi, dunyo mamlakatlarining O'zbekistonga bo'lgan ishonchning katta bir belgisi. Elektr energiya bo'lsa, xalqimiz chiroyli yashaydi, sanoat korxonasi chiroyli ishlaydi, xalqimizni kelajagi porloq bo'ladi. Prezidentimizga katta rahmat, xalqimiz minnatdor. Mana shunday zamonda yashayotganimdan men xursandman. G'ijduvon tumani markazidan 180 kilometr olisda joylashgan Ko'kcha massivi Bash hududidagi yirik stansiyada bo'lgan kishi o'zini butunlay boshqa muhitga tushib qolgandek his qilishi bor gap. Yirik minoralar va mashtalar. Bu haqiqiy yashil olamga sayohat qilish bilan teng taassurotlar. Umumiy qiymati 650 million AQSh dollariga teng bu loyihaning amalga oshirilishi yiliga 1.8 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga moslashgan bo'lsa, dastlabki yilda bu raqamlar 1.2 milliard kilovatt-soatga yetkazildi. Hech aqlimizga bavar qilmaydiki, mana shu cho'l bag'rida mana shunaqa shamol elektr stansiyasi, hurmatli prezidentimizni olib boradigan dono siyosatlari natijasida o'laroq yangi O'zbekiston qurilishlarini ko'ring. Qancha respublikamizda ko'p o'zgarishlar bo'lyaptiki, bu so'z bilan aytib ado qilib bo'lmaydi bu ishlarni. Umumiy miqdorda joriy yildan boshlab ikkita hududdagi 158 ta minora 4 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Hozir bu yerda biz shamol tezligini ko'rishimiz mumkin, ishlab chiqarish quvvati va aktiv quvvatni ko'rishimiz mumkin. Hozir shamol tezligi pastroq, o'sha uchun biz ishlab chiqarish quvvatimiz ham pastroq turibdi. Agar shamol tezligi 8 metr/sekundda ko'tarilsa, biz maksimal quvvatga chiqamiz. Maksimal quvvat 500 megawatt o'rnatilgan quvvatga chiqamiz. Islohotlar sabab Buxoro ham chirog'i o'chmaydigan yurtga aylandi. Bu birgina shamoldan olinayotgan beminnat elektr hisobiga. Qayta tiklanuvchi muqobil energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha viloyatda yana 10 ga yaqin loyihada ishlar izchil olib borilyapti. Bu kelgusida aholi turmush farovonligini ta'minlashdan tashqari sanoat tarmoqlarining ham jadal rivojlanishi uchun asos bo'ladi.